O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qaroriga muvofiq musiqa madaniyati fani o'qituvchilarining bilim darajasi va kasbiy mahoratini baholash hamda ularga sertifikat berish tartibi tasdiqlandi. Shu asosda hozirgi kunda Andijon viloyatida ham bolalar musiqa va san'at maktablari, shuningdek umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan musiqa fani o'qituvchilari uchun amaliy imtihonlar bo'lib o'tmoqda. Jarayon tafsilotlari bilan galdagi lavhada tanishasiz. Yurtimizda ta'lim sifatini oshirish, o'qituvchilarning kasbiy mahoratini baholash va ularning nufuzini yanada yuksaltirish maqsadida qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu jumladan musiqa madaniyati fani o'qituvchilarining bilim darajasi va kasbiy mahoratini aniqlash hamda ularga sertifikat berish tartibi tasdiqlandi. Mazkur tartibga muvofiq bugungi kunda Andijon viloyatida ham bolalar musiqa va san'at maktablari hamda umumiy o'rta ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan musiqa fani o'qituvchilari uchun amaliy va nazariy imtihonlar o'tkazilmoqda. Imtihonlar jarayonida o'qituvchilarning musiqa nazariyasi bo'yicha bilimlari, cholg'u asboblarida ijro etish mahorati, vokal qobiliyati, shuningdek o'quv jarayonini innovatsion usullar orqali tashkil etish bo'yicha ko'nikmalari sinovdan o'tkazilmoqda. Tadbirning asosiy maqsadi musiqa ta'limining sifati va samaradorligini oshirish, o'qituvchilarning malakasini takomillashtirish hamda yosh avlodning ma'naviy, estetik dunyoqarashini boyitishdan iborat. Xalq cholg'ulari, musiqa madaniyati fanidan ham bo'lyapti ikkita xonamizda. Hammasi o'z vaqtida kelib, mana shu attestatsiya jarayonlariga qatnashyapti. Kelganlar hammasiga sharoitlar yaratilgan. Mutaxassis o'qituvchilarimiz ikkinchi toifaga o'tadi. Ikkinchi toifadagilar birinchi toifaga, birinchi toifadagilarimiz oliy toifaga topshirishyapti. Mana hozir musiqa madaniyati fanidan kelganlar test jarayonlarini topshirib keyin kelishdi. Bolalar musiqa san'at maktabi, ixtisoslashtirilgan san'at maktabi o'qituvchilari esa mana shu ijodiy imtihondan keyin test jarayonlari bo'lib o'tadi. Imtihon natijalariga ko'ra yuqori darajadagi bilim va kasbiy mahoratni namoyon etgan o'qituvchilarga davlat namunasidagi sertifikatlar topshiriladi. Eng quvonarlisi, mazkur sertifikatga ega bo'lgan pedagoglar oylik maoshiga qo'shimcha ustama puli belgilangan bo'lib, bu ularning mehnatini rag'batlantirish va moddiy qo'llab-quvvatlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Musiqa madaniyati fani o'qituvchilari bu jarayonni nafaqat imtihon, balki o'z ustida ishlash, tajriba almashish va yangi bilimlarni egallash imkoniyati sifatida qabul qilmoqdalar. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday tizimli yondashuv nafaqat pedagoglarning malakasini oshiradi, balki ta'lim jarayonida musiqaning ahamiyatini yanada kuchaytiradi.